Savolni qarang. Aka, uyda ichiga kirishim bilan 4G chiqib turgan internetim ega tushib qolyapti. Shuni nima qilsam bo'ladi? Agar sizda ham shunday muammo bo'layotgan bo'lsa, uyingizga kirishingiz bilan antenna 4G dan ega o'tib qolayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz o'rganib olasiz. Like, podpiska sizdan o'rgatish, bizdan bosdik. Boshladik. Birinchi bo'lib telefonga kirib olamiz. Telefonga kirganimizdan so'ng teramiz. Yulduzcha panjara 46, 36 panjara yulduzcha terganimizdan so'ng bizga 1 yoki 2, birinchi sim karta bo'lsa birni tanlaymiz. Tanlaganimizdan so'ng bizga shunaqa oyna beradi. Bu yerda LT ni o'ziga qo'yib olamiz. LT ni o'ziga qo'yamiz. Qo'ydik. Endi mana qaranglar. 4G chiqdi. Chiqqandan so'ng diqqat qilamiz. Eng muhim joyi, siz internet ishlatib bo'lganingizdan so'ng qo'ng'iroqlar kirdi chiqdi, qo'ng'iroqlar amalga oshmay qoladi. Hozir buni qaytadan amalga oshirish uchun Nastroyga kiramiz. Nastroyga kirib turib, mobilniy sim kartaga kiramiz. Bu yerda Beeline Uzma qanaqa kompaniya bo'lsa bosib, afzal tarmoq turlarini xohlaganingizga bosib qo'yasiz. Endi kirdi chiqdi qo'ng'iroqlar yana amalga osha boshlaydi. Albatta shu narsani qilib qo'yishingiz kerak, bo'lmasa sizda qo'ng'iroqlar amalga oshmay qoladi. Video foydali bo'ldi, like bosib, buni videoni do'stingizga jo'natib qo'ying. Bizga podpiska bosib, bundan qiziqarli videolar hali oldinda profilda kirib ko'ramiz.